Tarixning saboqlari. Abdori Erkin Sidiq. 2024 yil 21 may. Kirish so'z. Amerikada yashab, insonlarning 5000 yillik yozma tarixini birlashtirish, shu orqali uni insoniyatga yaxshi xizmat qildirish yo'lida alayda to'p qo'shgan bir kishi bor. Uning ismi William James Durant. U ham tarixshunos, ham faylasuf bo'lib, Мәдәниятлешишнең hikoyasi degan ismdagi 11 tomliq kitob bilan dunyoda mashhur bo'lgan. Hamda 1977 yili Amerikaning prezidentlik erkinlik medaliga erishgan. William apandi ayoli Ariel Durant bilan birlikda insonlarning 5000 yillik yozma tarixining saboqlarini yakunlab, tarixning saboqlari degan ismda 100 betlik kitob yozib, uni 1968 yil e'lon qilgan bo'lib, bu kitobmi Williamning boshqa asarlariga o'xshashla dunyoga eng ko'p tarqalgan va dunyoda zo'r ta'sir qo'zg'agan. Men mazkur maqolada tarixning saboqlari degan bu kitobdagi bir qism mazmunlarni tonishtiraman. Men tonishtiradigan mazmunlar yer shari, biologiya, millat, axloq va din qatorliq ko'plagan sohalarni o'z ichiga oladi. Williamning kitobidagi misollarda tarixiy kishilar va tarixiy joylarning ismlari nihoyatda ko'p ishlatilgan bo'lib, mening ularni uyg'urchaga to'g'ri tarjima qilish imkoniyatim bo'lmag'achqa, men mazkur maqolada kitobdagi o'zim muhim deb qaragan yerlarning asosiy mazmunini bayon qilaman. Hargizmo so'zma-so'z tarjima qilmayman. Agar o'zimning so'zini qo'shmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklda qo'shaman. İngilisçe biladigan qarindoshlarning asli kitobni bir o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Biz hozir tarixning nihoyatda muhim halqiliq paytida yashayapmiz. Biz Uyg'urlar tarixda bir millat sifatida gullanib baqqan. O'rta Osiyodagi birdan-bir hukmron millat bo'lib, dunyoni so'rab baqqan. Ammo keyin orqamizga chekindik, ojizlashdik. Bir mezgil Uyg'ur degan millat nomini yo'qotib qo'ydik. Hazır bolsa bir millat sifatida yer sharidan yo'qolib ketish girdaviga berib qoldik. Mushundaq bir paytda o'qirmanlarni tarixning saboqlaridan xabardor qilmoqchi bo'lganimdagi muhim sabab shuki, o'qirmanlarni tarixning saboqlari asosida hozirgi ahvolimizni to'g'ri analiz qilish va to'g'ri tushunish bilimlari bilan ta'minlash. Bu bilimlar garchi millatimizning hozirgi nachar taqdirini butunlay o'zgartirib o'tishga yetarlik bo'lmasimi, lekin qanday qilganda tarix betidan yo'qolib ketmay, bir millat sifatida yer sharida saqlanib qolg'ili bo'ladiganligi, qanday qilganda millatning taqdirini yaxshi tarafga o'zgartgili bo'ladiganligi to'g'risida bir qism yaxshi ideya, plan va strategiya bilan ta'minlashi mumkin. Mana bu mening mazkur maqolani tayyorlashdagi asosliq maqsadim. Növətdə Uyğur Project Fondi 2024 yıllık İstanbul'da 20 leksiya fəaliyyətini ötküzüş üçün ciddi tayarlıq qılıbatıdı. Muşu fəaliyyət üçün yazılğan maqallarını toplab, bu yıl 9. ayda Davr və biz 2024 degan temada bir kitap çıxırmız. Hem de onu leksiya gələn qeyrindaşlarga haqsız tarqıtıb berimiz. Məzkur kitapqa 40 parçaga yaqın maqal kirgizilməkçi. Men tayyorlayotgan ushbu maqolimi shu kitobga kirgiziladi hamda bir qism mazmuni shu faoliyatda so'zlanmoqchi. Mazkur leksiya faoliyati xuddi o'tgan yildagiga o'xshash nurg'un yuqori saviyalik bilimlarni o'rganish, o'zaro fikr almashtirish so'rini bo'lib, bu qimmatlik 2 kunlik haqsiz faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridagi imkoniyati yor bergan qarindoshlarning bo'libmi İstanbul'daki qarindoshlarning aktiv qatnashishini kuchli tavsiya qilman. Hamda bu ishda bizni yaqindan qo'llayotgan va qo'llamoqchi bo'layotgan barliq qarindoshlarga oldin ola rahmatimni bildiraman. Birinchi, tarix va yer shari. Tarixga o'tmishdagi ishlar yoki o'tmishning xotirasi deb aniqlik berishga bo'ladi. İnsanlar tarixi alam boşluqdagi bir kichik joyga o'xshash bo'lib, uning birinchi saviqi uning oddiy bo'lishidan iborat. Har qanday bir paytda bir quyruqliq yulduz yer shariga nihoyat yaqin kelib, bizning kichik yer sharimizda ig'ir vahima paydo qilishi yoki uning ustidagi odam va hayvonlarni yolqin va issiqlik bilan tunjuqtirib etishi mumkin. Yoki bo'lmasa, quyoshning bir parchasi bo'linib chiqib, bizning ustimizga tushib,
yer yüzüdeki barlıq g'am va azoblarni oxirlashtirishi mumkin. Ba'zi kishilarning deyishicha, bir qancha astronomiyalik davrlardan burun yer yuzida ashundaq ishlar yuz berib baqqan ekan. Biz tarixdagi ashundaq mumkinchiliklarni qabul qilamiz. Tarix coğrafiyaga bağlanğan buludu. Her kuni dengiz suyu ma'lum joylarda quruqliqqa bösüp kirdi yoki quruqliq dengizga bösüp kirdi. Shaharlar suv ostida g'oyib buludu, tog'lar egizlaydi yoki o'riladi. Daryo suvlari ko'paydi va kalkun paydo qiladi. Yoki qurib ketadi, yoki bo'lmasa iqim yo'llarini o'zgartadi. O'ymonliqlar cho'llikka aylanadi va bo'yin tog'lar tuz yo'llarga aylanadi. Coğrafiya көзі bilan qaraganda yer yuzining hammasi oqma jismga o'xshash bo'lib, insonlar uning ustida xatarlik muhit ichidagiga o'xshashmaydi. Klimat bizni hozir burunqilar aytgandek qattiq kontrol qila olmaydi, ammo u bizni cheklaydi. İnsanlarning chivarligi ko'pincha vaqtlarda coğrafiyaning nuqsonlari ustidan g'olib keldi. Мәсәлән, insonlar cho'llikka suv boshlab kelalaydi hamda sahroyi kabrining havosini havo tangshigich bilan sovita oladi. Tog'larni tuzlab etalaydi, do'nglikning yantuliqlarida palampay itizlarni barpo qila oladi. Üzüm o'stira oladi, dengiz yuzidagi bir yerdan yana bir yerga bora oladigan laylimi shaharlarni yasay oladi. Hamda bir joydan yana bir yiroq joyga uchib boradigan gigant qushlarni yasay oladi. Әмма bir тәтір құйын әсірләр вақыт сәріп қылып бәрпа қылынған шәһәрләрні bir saat ішчеділа вайран қылып тәлейді. Bir мұздақ, bir ләйлімі сарай, яғни нәчі мың кішілік саят парходыны парчылап, оның үстідегі мыңлыған саятчыларны деңіз сүйіге ғәрq қылып тәлейді. Mubadi yağmur azlab ketsa, O'rta Osiyodagi o'xshash madaniyatlashgan shahar kentlar qum ostiga g'oyib bo'ladi. Agar yağmur bak ko'p yig'ib ketsa, O'rta Amerikadagi o'xshash madaniyatlashgan shahar kentlar tunjiqib, jangalga aylanib ketadi. Mubadi biz yashayotgan yer sharda temperatura yana 20 gradus o'rlab ketadigan, biz mungdab qolgan yovvoyi maxluqlarga aylanib qolishimiz mumkin. Yerim issiq balvoq klimatida 20 milliard inson cho'milga o'xshash ko'payib yashay oladi. Ammo havo sovib ketsa, ular klimati yaxshi yerlardan kelgan tajovuzchilarga osonli yem bo'lib ketadi. İnsanlarning yerni bo'ysundirish qobiliyati garchi avlodma-avlod ishib berayotgan bo'lsa-mu, ammo ular eng oxirida yana shu yerning ichida toshqa aylangan jismga o'zgarib yotadi. Coğrafiya tarixning matrisasi yoki qilipi, tarixning oziqlantirg'ichi onasi hamda tarixning tarbiya beradigan uyi. Daryo, ko'l, qumliqdagi yeshil bo'stonliq va okeanlar o'zlarining qirg'oqlariga ko'chman insonlarni jalb qilib akiladi. Sababi suv, organizmlar va kent mahallalarning jini bo'lib, transport va savdo ishlaridimi arzon qatnash yo'llari bilan ta'minlaydi. Kolumbo va Vaskoning 1492-yili va uningdan keyingi dengiz safarlari insonlarning dengizga jang e'lon qilishining boshlanishi bo'ldi. Shuningdan keyin dunyoning madaniyatlashishi va gullanish ahvolida g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Aeroplanning taraqqiyoti madaniyatlashishning xaritasini qayta o'zgartirdi. Daryo va dengizlarning savdo qatnash yo'li sifatida ishlatilishi barg'ansiri azlab, odam va savdo mahsulotlarini bir yerdan yana bir yerga to'shishga ularning o'rnini havo qatnashi oladi. Keng ko'lamdagi dengiz qirg'oq zaminlariga ega Angliya va Fransiyaga o'xshash ellar o'zlarining xalqaro savdodagi foydali o'rnini yo'qotib, cho'ng quruqliqlarning o'ttirisiga joylashgan Rossiya, Xitoy va Braziliyaga o'xshash ellar aeroplan orqali o'zlarining savdo qatnash yo'li sohasidagi meyipligini azaytadi. Dengiz qirg'iga joylashgan shaharlar savdo mahsulotlarini parxutdan poyizga yoki poyizdan parxutga to'shish orqali erishadigan boyliqlarning miqdori azaydi. Transport va urushda ishlatadigan dengiz kuchining o'rnini havo kuchi olganda biz tarixdagi bir cho'ng inqilobni ko'rgan bo'lamiz. Texnologiyaning taraqqiyotiga ergishib, jo'grafiyalik omillarning ta'sirlari ojizlaydi. Yer shaklining xarakteri va tuzilishi yezigilik, konchilik yoki savdoga fursat yaratib berishi mumkin. Ammo faqat liderlarning tafakkur qobiliyati va yangi ideyalari
hamda ularning әгәшкүчілерінің sağlam əmgəklərlə aşundaq mümkünçiliklərni reallıqqa aylandıra alaydı. Şundaqla xuddi hazırqı İsrailiyəyə oxşaş, aşundaq amillarning birikməsila mыңlаған tosalğılarni yengib, bir yeni kültür yoki bir yeni madaniyatni shakllantira alaydı. Madaniyatni tuproq emas, odam vujudga keltirdi. Davomi bor.